Assalomu alaykum. Bugun 6-iyun 2026-yil. Xudo xolisi bodringlarimizni 3-kuni urug' tashlaganimizga xudo xolisi 2 kun bo'ldi. Sekin endi xudo xolisi harakatni boshlayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Mayda endi chiqarish boshlayapti. Bu yerda hali yo'q. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda chiqib turibdi. Xudo xolisi bugun buni ustiga mel sepadigan bo'ldik. Mellarimizni olib kelib qo'ydik. Klonkani ustiga sepamiz. Abbos akam maslahat berdilar. Buni ustiga mel sepishi sababi o'sha ko'chat, ya'ni urug' qizib qolib chiqmasligi ehtimolligi bor. Bu o'zimizning tajribamizdan ham bo'lgan. O'tgan yili xuddi shunaqa uslubda ekkanimizda ham 2000 ta tashlab chiqqan urug'imizdan taxminan 1400 ta atrofida chiqqan. Ya'niki 30% chiqmay qolgan. Va asosiy sabab shu klonkani qizib qolishi degan fikrga ham kelindi. Endi shu melni sepib, ozgina ustini salqinlatamizda urug'larimiz qizib qolmasligi uchun. Xudo xolisi shu mellarimizni sepib, qolgan ishlarimizni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.